Уже bumlamiz nimadir qilishimiz kerak, politsiyskilar bunaqa qoldirishimiz kerak emas-ku axir. Nima qilasizlar bo'pti? Bo'ldi ketlaring bu qishloq endi meniki bo'ladi ketlaring. Politsiyskiy уже hibsga olinglar. Uni nimaga hibsga olmayapsizlar? Ey, Kompot, chunki bu juda ham xavfli hozir. Hibsga buni ololmaymiz, bu jinoyatchini juda ham xavfli bo'lishi mumkin. Nimaga xavfli bo'ladi? Qishloqlar etinglar hibsga olishsin, bo'ldi ketsin, qishloqning o'zi qoladi-ku. Yo'q, qanaqa o'ziniki qoladi qishloqniga. Bo'lolmaydi unaqa Kompot. Keyinroq yana o'zimiz hibsga olamiz. Birinchi bo'lib gaplashib olishimiz kerak u bilan. Shartlarni ko'rishimiz kerak. Qanaqa shartlarni, hech qanaqa shartlarni bajarish kerak emas-ku. Ey, jinoyatchi ketib o'tdan. Xos ketaman ne Kompot. Obbo, qanaqa gaplashyapsizlar? Bilmadim Kompot, bilmadim. Gaplashib olishimiz kerak. Balkim shartlari bordir. Shartini bajarsa keyin chiqar balkim nimadir qilish kerak Kompot. To'g'ri, o'shani aytolmay nimadir qilish kerak deb hibsga olinglar bo'ldi. Ey, Kompot hozir juda ham xavfli. Chunki bilmaymiz-ku biz u qanaqaligini sizlar bilasizlar-yu, balkim qop-qolli qo'yib chiqqanini qaqadir to'ppa-to'g'ri biz bilamiz, qishloqlar bilan balkim biz hibsga olarmiz. Kompot o'rgatyapti. Davay hibsga olamiz, biz yordamlashib olamiz. Qanaqa qilib sizlarning tajribangiz yo'q bo'lsa, mayli Kompot, sen birinchi bo'lib gaplashib ko'rchi o'sha jinoyatchi bilan. Senga hozir kostyum beraman, men buni kiyib olgan, bor gaplashib ko'r xohlasan. Lekin ehtiyot bo'lgan, uni quroli bor, chetroq turgan. Bo'ldi, politsiyskilar hozir gaplashib olaman-da. Hozir to'xtab turinglar politsiyskilar. Ey, jinoyatchi, to'xta, sen bilan hozir gaplashib olamiz. Hey, nima qilasan Kompot? Ketib o'tdan, hozir senga o'taman. To'xta, jinoyatchi, men sen bilan gaplashmoqchi edim. Chiqarsam balkim bo'ta nima qilsam o'zi bo'ta. Bu uy, bu qishloq meniki bo'ladi, tushunsanmi? Meni qo'rquvchilarim bo'ta bo'lish kerak. Politsiyskilar ham bitta donasi ham bo'ta bo'lish kerak emas. Shu meni shartim. Oho, bu shartni bajarilmaydi. Obbo, ne o'tolsan menga? Sikiro nima menga o'tyapti? Ertangi o'zligi juda ham xavfli bo'lishi mumkin-da. Vaqt kelganda o'zimizni hibsga olamiz, reja tuzib. Balkim biz yordam bera olamiz hibsga olishga. Bunaqa ish bo'lmaydi, lekin bizning qishloqda bunaqa jinoyatchi bo'lsa. Ey, Kompot, balkim biz yordam beramiz, so'rab ko'rgan biz men uni yordam bera olamiz. Uyi bilan biz yana to'g'ri o'tib qishloqlar bilan gaplashib olaylik. Biz reja tuzamiz. Rejasiz nima qilasiz? Reja tuzib olaylik, keyin rejanglar menga aytasizlar, keyin xohlasam xo'p deyman, xohlasam o'zimizni hibsga olamiz. Xohlasizlar yordamlashib olasizlar. Albatta yordamimizga erishimiz xohlamiz. Hozir qishloqlar bilan reja tuzamiz-da, keyin o'sha hibsga olamiz. Bo'ldi, juda ham inson-ku, bizning qishloq qolgan joyimizni bilamiz bu qishloqda. Bo'ldi, bo'lmasa ko'rligicha balkim rostdan ham yordam bera olasiz menga, lekin sizlarda umuman tajriba yo'q bo'lsa, nima qilasizlar? Endi bizga yordam berib o'zimizni qilamiz, sal poylab turinglar. Bizda uncha qurollar yo'q. Mana men politsiyskilarni menga qurollarni, kostyumlarni bersanglar bo'ldi. Kostyum kerak emas, qurol bersanglar bo'ldi menga. Bo'ldi, mayli, agar rejangiz yaxshi bo'lsa beraman. Bo'pti, qishloqlar yuringlar yoqqa, hammangizlar do'stlar, men Kompot yangi joyga chiqyapsizlar. Xullas do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, o'zingizlar eshitdinglar hamma aytgan narsani. Biz qishloqlar bilan reja tuzishimiz kerak. Kompot, davay bo'lsa ikkita guruhga bo'lamiz. To'rttadan bitta boshliq bo'ladi. Bo'tta boshliq men, ikkinchi guruhda boshliq sen bo'lasan. O, yaxshi g'oya berdi, yaxshi fikr berdi. Bo'lmasa davay Kompot shunaqa qilamiz. Bitta zo'r dars ko'rdim Kompot. Agar politsiyskilar o'tmoqchi bo'lganda, manamnaqa kestichka bor, kestichka reja tuzamiz. Ha, Kompot, eshitgan o'tda bo'lishlik bor edi, sal buzilmagan bo'lishlik bor edi. O'sha taqirsa bo'lardi, yon tomonida politsiyskilar harakat qilgan ekan, o'xshamagan ekan. Azgacha bo'lishlikni sindirgan ekan. O, yaxshi, rostdan ham shu taqirsa bo'ladi, qishloqlar. Ha, yana o'shaqa men dinamitim bor, shunaqa dinamit qo'yaman. Bizni chatga portlatamiz, sakrasan. Sizlar bo'lmasa, to'xtanglar. Bu eshikda umuman kirolmasganmiz. Rostdan ham shu tomondan kirarkanmiz dedi. Mana mashita jinoyatchi shu yerda turibdi, oyna bo'tdi. Mana mashita menga o't og'itdi. Shuning uchun bo'tdan kirmaymiz. Mana mashita menga degan bo'lsanglar, bu yerda ham oyna bor, lekin daraxtlar bilan yopilgan. Shuning uchun chizmayman. Ha, Kompot, o'sha aytgan narsamiz qilib qo'ylik. Politsiyskilar harakat qilgan ekan, lekin bo'lishlik oxirigacha sindirmagan ekan. O'shanda dinamit qo'yib portlab kiraveramiz. O'sha xuddi shunaqa o'xshayman. Men xatdan kirishimni ham topib oldim. Mana mashita ekan, do'stlar, yon tomondan, orqa tomondan. Ha, Kompot, xohlasang sen guruhing bilan tomda kirasan. Ikkita tomondan ushlab olamiz, ikkita tomondan hibsga olamiz. Da, albatta shunaqa qilamiz. O'shaning uchun hozir quramiz. Do'stlar, uncha chiroyli chiqmayapti-mi axir. Endi rasm chizishni bilmagan. Vaqt tashimiz bo'ldi. Qishloqlar bo'tdan vaqt tashida. Biz u jinoyatchini hibsga olib yutamiz o'zimiz.
Davay bo'lmasa tezroq ishga kirishaylik. Mamlakat qishloqlar kirsa, biz o'zimiz guruhimiz bilan tomdan kiramiz. Как раз bo'ldan keyin tutib olamiz. Bo'ldi, endi bu politsiyskiga olib borib, bu rejani ko'rsatish kerak. Davay kapot, katta politsiyskiga yoniga bo'lmasa. Bo'ldi, tushundim. Kompot qishloqlar sizlarni rejalarni men hayron qoldim, lekin sizlarni rejalar juda ham zo'r ekan. Politsiyski bo'lmasa ham oddiy o'yinchoq qishloqi bo'lsa ham juda ham zo'r reja tuzibsizlar. Davay bo'lmasa masliga ishonaman, masliga naushnikda harakatni nimadir qilishinglarni eshitib turaman. Sizlar davay hibsga olasizlar. Agar o'xshasa juda ham ehtiyot bo'linglar, qaranglar ekan. Albatta politsiyskilar biz juda ham ehtiyot bo'lamiz. Hey, nima qilishyapti o'tda? Men tushunmayapman, menga umuman yoqmayapti. Juda ham qanaqadir qo'p ketishyaptimi o'tda? Tegmasin deya menga ish qilib, menga deyapman, jinoyatchiman, hamma narsa bilaman-ku axir. Bo'ldi, bo'lmasa qishloqlar san bo'lindingmi? Ha, qapor biza bo'lindi. Davay biza ham bo'lindi, bo'lmasa ketdi. Davay ketdi qishloqlar. Davay juda ham ehtiyot bo'linglar. Biz sizlarga ishonamiz. Yordam kerak bo'lsa sразу aytinglar. Yo'q, odam hech kim qo'lga ketyapti. Bizga ko'pmas shunda ham yordam kerak emas. Davay shitda olamiz. Manda qurol ham bor, hamma narsa bor. Bizda bo'lmasa yo'l ketdik. Naushni eshittirman nima qilishcha. Qopmo, davay bir-birimiz gaplashib turamiz yana naushnikda. Albatta qishloqlar menga eshitib turasizlar. Kirdinglarmi, dinamit qo'ydinglarmi? Yo'qmidi, o'shaning uchun ketdi qishloqlar. Biz tomdan kirishimiz kerak. Davay orqamdan qishloqlar, hammanglar orqamdan yuringlar. Ana bo'ldi, ketyapsizlar orqamdan. Ha, qapoch o'tamiz, davay bo'lmasa tomga sakraymiz. Sekin oppa, ana tomga sakrab oldi. Ana bo'ldi. Endi qishloqlar bilan gaplashib ko'rishim kerak. Ikkinchi guruh hali ketayotgan ekan, yetib olganmikan? Imam tomdan bizni birinchi bo'lib kirib olishimiz kerak. Davay. O, mana bash etayotgan bo'lishdik. Mana senga mana bashga jinoyat qo'yamiz. O, yaxshi ekan, ishlar yetib olishdi. O qishloqlar ham o'shancha omnaqa zina qo'yib chiqamiz. Shu zinadan tushib, oynadan kiramiz. Davay, zina qo'yamiz. Jinoyatchi o'tiribdi. Meni ko'rib qolmasa bo'ldi, rejamiz zina barbod bo'ladi. Mana shu oynaning orqasida turibdi. Shit qo'limga olaman. Mamni sindirishim kerak bu daraxtni. Qishloqqa tushmay turinglar hozircha. Davay kapot, bizni qo'shib yoqqa keldik. Dinamitni bu yoqqa joylashtirdik. Davay kapot. Hozir dinamit poltiratamiz. Tayyormisizlar? Ha, qishloqlar, alo, eshityapsizlarmi? Biz tayyormiz. Davay, dinamitni qo'yib portlatsalar bo'ladi. Davay qishloqlar, ketdi orqamdan. Tayyor ekanmi? Ha, dinamitni o'sha qo'yayotgan ekan. O'shaning uchun o'sham daraxtni sindirib ichiga kirishimiz kerak. Davay qishloqlar, portlataveringlar. Davay, Mametni ham. Davay bo'lmasa qishloqlar, biz portlatamiz, kapıga kiradi. Davay, qurol qo'yinglar, katta o'yinda. Davay, hibsga olamiz. Davay, endi kiramiz, portlashdi. O'sha momini sindirib, davay. Xo'sh, jinoyatchini olishdi-yu hibsga. Davay, yot. Nima qilyapsan? Qo'limni boylab mana. Nima qilyapsan bo'tda? Qo'limni ol. Qo'yvoringlar meni, ketinglar meni qishlog'imdan. Nimaga seni qishloq ekan? Zo'r qilay, lekin qishloqlar kapot, sen молодец, juda ham zo'r qilding. Sizlar уже hibsga olib bo'lsizlar, juda ham zo'r qilding, lekin qishloqlar hammamiz bir-birimizga yaxshi ishladik. Endi bu qamoqxonaga ketadi. Katta politsiyskilar ochib qo'y. Kampo juda ham zo'r qilibsizlar, lekin qishloqlar kampo juda ham hayron qoldim. Rostdan ham haqiqiy politsiyskiga o'xshargansizlar, eslar. Albatta, menda shuncha videoim bor-ku axir, shuncha jinoyatchilarni tutganman-ku axir. Menda endi tajriba bor. Endi bu uzoqga va anchaga qamoqxonaga ketadi. Ha, kapor, biz buni uddaladik. Ura. Bo'ldi, bo'lmasa ketdimi? Sizlar ketasizlarmi? Yo'q, sizlarni taqdirlash kerak-ku axir. Hozir endi medal bilan sizlarni taqdirlaymiz. Sizlar juda ham katta ish qildinglar-ku, jinoyatchini tutib berdinglar, biz tutolmayotganimiz. Shuning uchun sizlarni taqdirlashimiz kerak hali. Davay bo'lmasam politsiyskilar mana shu kompot va hamma qishloqlar jinoyatchini tutishga yordam berdi. Juda ham zo'r bo'ldi, lekin mana bitta narsa aytsam bo'ladimi? Bo'ldi politsiyskilar, siz nima ish nima qila olmasligim, sizlarni kostyumingiz, sizlarni pistoletingiz, rejalasiz ish nima qila olmasligim. Albatta meni obunachilarim, siz nima ish nima qila olmasligim. To'g'ri kompot, sen obunachilaring eng zo'ri, senga yordam berdi-ku, obunachilaring senga ishonch uchun sizlarga medal beraman. Obunachilaringga ham bitta medal berib qo'ydim. Rahmat politsiyskiy. Ura, qishloqlar biz buni uddaladik. Ura, kapot juda ham zo'r bo'ldi. Bizga medal berishdi.
bo'ldi. Bo'lmasa juda ham zo'r bo'ldi. Biz haqiqiy jinoyatchini hibsga oldik. Cho'ng'izlarni qishloqlar bilan. Ha, albatta kapo, juda ham zo'r ishladi, hammamiz birga bo'lib ishladik. Ha, qishloqlar bo'lmasa, bujra ketishmoqchi politsiyaskilar videoni ham tamomlashim kerak. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan xayrlashishim kerak. Bo'lmasa, xullas shunaqa ishlar bo'ldi. Bizda jinoyat juda ham xavfli, jinoyatchini tutishga yordam berdik. Politsiyaskilar tutolmayapti, qo'rqyapti ham. Bizani albatta medal bilan taqdirlashdi. Sizlarga ham medal taqdirlash taqosanglar bo'ladi. Like bosishni unutmanglar, chiqmasa ham har keng joyda kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.